Leksiyonlarimizdan davomı hürmetlik vatandaşım bugünkü ıslah işkimen 21 yıl 5. ayının 28. günü. Şundaq, bu kararlarını oturup koygan azalardan biri. Devlet Meclisi'de Cumhuriyetçiler Partisi mensubu Josh Hawley'di. Kengaş Palatası mundaq görsetdi Josh Hawley. Amerika halkı yuqumluq virusning kelish manbini bilishi kerak. Ular, yani Amerika halkı bu yuqumluq virusning davlatga, Amerika xalqiga va butun dunyoga qanday og'ir ziyon, zahmat yetkazganligini bilishi kerak. Yuqumluq virus qanday boshlandi va Jungo bu jarayonda qanday rol o'ynadi? Amerika xalqi bilishi kerak. Cumhuriyetçiler Partisi a'zolari uzundan beri gumonlanish nazarini Jungo Wuhan tajribaxonasiga qaratgan. Mushu oyning 5'ida Cumhuriyetçiler Partisining ba'zi a'zolari Davlat Mahkamasiga Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga xat yozib, Wuhan yuqumluq virus tadqiqot o'rniga munosabatlik hujjatlarni oshkorlashni talab qildi. Avam Palatası İstihbarat Komiteti'nin Cumhuriyetçiler Partisi a'zosi Devin Nunes ve bu komitetning Cumhuriyetçiler Partisi a'zolari haftaning 3. kuni bir parcha dokladida mundaq ko'rsatdi. Zo'r bir turkum dalillar shuni ko'rsatdiki, yuqumluq virusning tarqalishi Wuhan virus tadqiqoti ishxonasidan boshlandi. Kengash Palatası İstihbarat Komiteti'nin a'zosi Senator Marco Rubio Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Men baştan ahir yuqumluq virusning kelish manbai masalasida, jumladan Wuhan virus tadqiqoti tajribaxonasidan tarqalganligini o'z ichiga olgan holda ikki xil mumkinlik bor deb qarab keldim. Çünkü kimde birisi Wuhan tajribaxonasida yuqumluq virusni yuqtirib oldi. Keyin tajribaxonadan kasal yuqtirib talog'i chiqdi. Yoki hayvonotlarning badanida yuz berdi. Bu söz başlanış bilan Jungoda aloqador taraflarning og'zidan chiqqan söz edi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının tekshirishimiga Jungoda tekshirish elib borgandan keyin Jungo bilan birlashib e'lon qilgan birlashma dokladida yuqumluq virusning virus tadqiqoti tajribaxonasidan chiqib ketish hodisasi asla mümkün emas deb ko'rsatdi. Biroq bu komitetning kotibi Tedros yuqumluq virus tarqalish manbai to'g'risidagi barliq farazlarning hammasini qadamma-qadam tekshiramiz deb ko'rsatdi. Tedros, Dünya Səhiyyə Təşkilatının kotibi Tedros, biz ikki xil mumkinlikning hammasini tal-to'kis tekshiramiz. Buning maydonida o'zgarish paydo bo'ldi yaqinda vatandosh. Yakshanba kuni Volkuts gazeti Amerika istihbarat organlarining doklatidan naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Wuhan virus tadqiqot tajribaxonasida 3 nafar tadqiqotchi 2019 yil 11 oyda intayin og'ir kasal ahvoli ko'rilib, doktorxonada davolandi. Bu Jungoda yuqumluq virus portlashdan bir oy burun yuz bergan ish edi. Jungo hukumati yangi yuqumluq virusning Jungodan boshlanganligini e'tirof qilmadi. Lekin Dünya Səhiyyə Təşkilatının tekshirishi qo'shiladiganligini bildirdi. Jungoda aloqador taraflar izchil holda arqa-arqadan yuqumluq virusning Amerikadan yoki Yevropadan kelish mumkinligini so'zlab turdi. Butun dunyoni qaymoqtirmoqchi bo'ldi. Yolg'on so'zlamoqchi bo'ldi. Bir kun Italiyadan keldi dedi, bir kun Germaniyadan keldi. Davomini anglash hurmatli vatandosh.